Assalomu alaykum hurmatli Manchester United muxlislari, sizlar bilan yana bir bor Zamin Red kanali va masal e'tiborlaringga navbatdagi preview videoni taqdim qilaman. Undan oldin odatdagidek sizlardan like bosishni, kommentariy yozishni hamda bizni kanalga podpiska qilishni iltimos qilgan holda, demak, biz boshlaymiz. Bugungi mavzumiz ertaga mahalliy vaqt bilan 19:30larda bo'lib o'tadigan Arqamdagi go'zal va muhtasham Old Trafford stadionida mahalliy Manchester United jamoasi o'zini azaliy raqibi bo'lgan va Sir Alex Ferguson ta'biri bilan aytganda, mana asosiy trenerlikka kelganda asosiy aytgan gapi, men asosiy maqsadim Liverpoollar taxtidan ag'darish va Manchesterni gegemon jamoaga, Angliyada gegemon jamoaga aylantirish degan fikrni bildirgan va bu gapni amalga oshirgan. Manchester United Liverpool jamoalariga qarshi o'yin prevyusi hisoblanadi. O'yin o'zini nomi bilan ham turda eng markaziy uchrashuvi so'zsiz va ikkala jamoa uchun ham prinsipial bahslardan biri hisoblanadi. Men ko'p gapirib o'tirmayman. Iloji boricha tezroq ma'lumotlar berishga harakat qilaman. Bevosita o'yin prinsipiallik haqida gaplashadigan bo'lsak, so'zsiz Carrick uchun ham, chunki o'tgan safar Carrick rahbarligida trenerlik ostida Manchester United 2-1 hisobida g'alaba qozongan. Undan tashqari Slotda hozir ishlar yurishmayapti, lekin u Chempionlar Ligasiga chiqib ketdi, lekin hali ham Angliya Premier Ligasida Chempionlar Ligasi uchun beriladigan o'rinlar uchun va shaxsan Manchester Unitedni ta'qib qilish vazifasini bajarib kelmoqda. O'yin haqida yana nima deyish mumkin? O'yinga tusha olmaydigan futbolchilarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak, Manchester United tarkibida quyidagi futbolchilar maydonga tushishi so'roq ostida yoki tusha olmaydi deb beryapti saytlar. Demak, Matthijs de Ligt, Lisandro Martinez hamda Luke Shaw'larni maydonga tusha olmaydi yoki tushishi so'roq ostida deb beryapti saytlar. Liverpool jamoasi tarkibida esa bu spesifik juda ham katta. Bajcetic, Bradley, Ekitike, Endo, Leoni, Mamardashvili, Salah, Alisson, Kerkes kabi futbolchilarni maydonga tushish so'roq ostida yoki tusha olmaydi deb beryapti. Angliya o'sha insiderlari hamda o'sha ijtimoiy tarmoqlar. Ko'rib turibsizlar, bu sizlarga bir narsani eslatmayapti, o'tgan mavsumga qaytamiz va shuni umuman teskarisi edi. Ya'ni Manchester Unitedda mana shuncha odam jabrlangandi. Raqib jamoada esa kamida 2-3 futbolchi jabrlangan hisoblanardi. Hozir esa vaziyat Xudoga shukr o'zgargan. Endi bevosita o'zaro so'nggi o'yinlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, Manchester United so'nggi 5 ta o'yinda 3 ta g'alaba, bitta nechta va bitta mag'lubiyatga uchragan va so'nggi o'yinda ular Brentford jamoasi ustidan 2-1 hisobida g'alabaga erishgan. Liverpool jamoasi esa so'nggi 5 ta o'yinda 3 ta g'alaba, 2 ta mag'lubiyatga uchragan va so'nggi o'yinda ular Crystal Palace jamoasi ustidan 3-1 hisobida g'alabaga erishgan. Jamoalar o'zaro uchrashuvlar tarixi uzoqqa borib taqiladi. Ular shu paytgacha 220 marta maydonga tushgan va shulardan 86 bora MU'ning qo'li baland kelgan va 73 bora Liverpool jamoasi g'alaba qozongan. Jamoalar 61 marotaba durangga imzo chekishgan. O'ylaymanki, 221-o'yin albatta Manchester United foydasiga hal bo'ladi deb o'ylayman. Sizlar esa bu haqda albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Endi turnir jadvalini ko'rib chiqadigan bo'lsak, 35-tur arafasida turnir jadvalini ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak, Arsenal jamoasi 34 ta turdan keyin 73 ochko to'plagan holda 73 ochko to'plagan holda birinchi o'rinda ketyapti. Manchester City jamoasi esa bitta tur kam, ulardan 70 ochko. 3-o'rinda Manchester United jamoasi 58 ochko bilan ketyapti so'nggi turdan keyin. Uni ta'qibchisi bo'lgan Liverpool jamoasida ham xuddi shunday. Kechirasizlar. Manchester United 61 ochko, Liverpoolda 68 ochko va Aston Villada ham 58 ochko mavjud. Ko'rib turibsizlar, Liverpool hamda Aston Villa jamoalarida teng ochko mavjud va ular o'zaro kurashib olib borish kerak va Manchesterda 61 ochko bo'lishiga qaramasdan, u qoqilmasdan kamida 2 ta o'yinda g'alaba qozonsa, biz bemalol Chempionlar Ligasiga chiqishimiz mumkin, agar chempionlikka harakat qilib ko'rmasa. Endi o'yin uchun asosiy tarkibga tushadigan taxminiy futbolchilarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, men quyidagi futbolchilarni taxmin qildim. Sizlar esa o'zlaringiz fikrlaringizni albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Demak, darvozada Sandy Lamins, himoyada Luke Shaw, Harry Maguire,
Eden Heaven hamda Diego Dalotlarni qo'ydim men. Shouda o'yinga tushishi so'roq ostida deb beradi, lekin ko'pgina insiderlar uni yaxshi sport formasida ekanligini bildirishyapti. Men Mazraouyni qo'ysam bo'lardi, lekin Luke Showni qo'yishga ahd qildim. Tayanch zonasida Casemiro hamda Kobe Mainularni qo'ydim men, chunki bu ikki juftlik o'tgan videolarda aytganda ham aksariyat o'yinlarda, birga tushgan o'yinlarda Manchester United g'alaba qozongan. Hujumchilar orasida El Magnifico kapitanimiz Bruno Fernandes, ikkita qanotda Amad Diallo hamda Mateus Cunhalarni qo'ydim men va hujumda Brian Mbeumo'ni qo'ydim men. Benjamin Sheshkoni esa nima uchun qo'ymadim? Chunki u ikkinchi taymda tushib, yana bitta gol o'zining hisobiga yozib qo'yadi deb o'ylayman. Sizlar esa bu haqda albatta kommentariyada yozib qoldirishlaringni men kutib qolaman. O'yin haqida bo'lgan ma'lumotlar sizlarga yetkazmoqchi edim. Qolgan ma'lumotlar ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak, Kobe Mainu Manchester United bilan 2031-yilgacha shartnoma imzoladi va o'zini o'sha ijtimoiy tarmoqlarda, o'sha Manchester United o'zining ofitsial saytida yozib qoldirdi. Men Manchesterda katta bo'lganman. Manchester bilan yoshligim 6 yoshimdan beri Manchesterdaman va bundan keyin ham Manchesterda qolishga roziman va bundan xursandman degan ma'noda gaplar yozib chiqqan. Va o'ylaymanki, Kobe Mainu o'sha uzoq yillar davomida Manchester Unitedda asosiy figurasi bo'lib keladi. Casemiro esa shu mavsumdan keyin o'zining Manchesterdagi faoliyatini tugatadigan braziliyalik Casemiro esa aprel oyining eng yaxshi futbolchisi bo'lib nomzod topildi va bu bilan biz futbolchimizni, hozircha Manchester United futbolchisini chin qalbimizdan tabriklaymiz. Mana sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shundan iborat edi. Sizlardan odatdagidek aktivlikda like bosishni, kommentariy yozishni hamda bizning kanalga podpiska qilishni iltimos qilgan holda sizlardan xayrlashaman. Videoning so'ngida albatta so'nggi uchrashuvdan, Liverpool Manchester United'dagi so'nggi uchrashuvdan olingan gollarni qo'yib beraman men sizlardan. Sizlardan esa bo'laganda o'zlaringizning aktivliklarini ko'rsatishlarini kutib qolgan holda sizlardan xayrlashaman. Sizlar bilan Zamin Reds kanali bo'ldi. Xayr. O'zlaringizda asranglar.